Asilbek, mijozlarimiz orasida nasiya olib, oyma-oy to'lov qilmagan qancha? Aha, hozir Exceldan ko'rib beraman. Bo'p qoldingmi? Voy, xo'jayin 200 taning ichidan bularni topish qiyin. O'zichi nasiya savdoni boshqarishda boshdanoq bitta platforma o'rnatganimizda hozir hammasi oson bo'lgan bo'lar. 200 taning ichidan birma-bir qidirib chiqmagan bo'lardi. Ishimiz ham oson bitardi. Yo'q, shunaqa platforma bormi o'zi? Bo'lmasa-chi? Mana Ayken Finans bor-ku, xo'jayin. Qarang, xo'jayin, hammasi bitta joyda ekan. Mijozlarni 1 daqiqa ichida tekshirish mumkin ekan. To'lov vaqti kelganda avtomatik yechilar ekan. Kafil ham qo'shish mumkin. Shartnomani onlayn rasmiylashtirish ham mumkin. Hatto SMS jo'natishingiz mumkin. Har bitta xodimni bemalol nazorat qilib tura olasiz. Eng muhimi, texnik yordam xizmati 12/7 ishlar ekan. Mobilda birorta muammo chiqadigan bo'lsa, o'zlari hal qilib berishar ekan. Zo'ru, shu platformadan foydalanamiz unda. Bilaman, sizga ham aynan shu platforma kerak. Agar kerak bo'lsa, kerak deb yozib qoldiring, o'zimiz sizga batafsil ma'lumot beramiz.